Masalan, hammada shunday bo'lganki, biror qo'shiq miyaga qattiq o'rnashib qoladi. Masalan, reklama qo'shig'i yoki shunga o'xshash narsa. Ingliz tilida bu earworm, ya'ni quloq qurti deyiladi. Bu juda o'rinli nom, chunki qo'shiq xuddi parazitdek soatlab, kunlab va hatto haftalab miyangizni ichidan kemirib turishi mumkin. Nima uchun shunday? Hamma gap fonologik sirtmoqda. Bu qisqa muddatli xotiraning bir qismi bo'lib, unda atigi 5-10 soniyalik ovozli ma'lumot saqlanadi. Xuddi shu sirtmoq, masalan, ziyofatda yangi odam bilan tanishganingizda ismlarini darhol unutishingizga sabab bo'ladi. Bu ma'lumotlar uzoq muddatli xotiraga o'tirishga ulgurmay, shu sirtmoqda yo'qoladi. Quloq qurti esa sirtmoqning mutlaqo teskarisi, xatosi hisoblanadi. Sirtmoq ohangning bir bo'lagini qayta-qayta takrorlaydi. U xuddi shu sirtmoqda qotib qolgandek va doimo aylanib turadi. Har bir takrorlashda neyron aloqalari yanada mustahkamlanadi. Bundan qanday qutulish mumkin?